Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Kanalimiz a'zolari. Bugun 2026 15-mart kuniga bir ozgina obzorimiz bor. Toshkent mahsulotni endi shu chorvaga oid qo'y oxir, mol oxir, buzor, har xil turdagi oxirlardan bor. Shunga bir ozgina ko'rsatish beramiz. Mana bu oxirlar mana tayyori 260, eniga 45, chuqurligi 25. Narxi 340 ming so'mdan beryapmiz. Mana bular xom holat mol oxirlar. Bularning narxini 300 ming so'm qilib beryapmiz. Eni 60 ga, chuqurligi 30 bo'ladi. Sostenasi mana shunaqa tiniqlislarda ham bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringdek. Keyin ba'da mana busi. Eni 40 ga, chuqurligi 20 ga tomlisdan bo'lgan mol oyoq. Mana 2 metrlisi bor. Sal kattaroq. Eni 45, chuqurligi 25, 2 metrdan 190. Uzuni bor, şu an kattani 45 ga 25 da 230 mingdan qilib beryapmiz. O'sha qo'y oxirimiz 2 metrlik qo'y oxirimiz bor, keyin 150 ming so'm. 40 ga 22 chuqurligi. Mol oxirimiz 260 ga. Eni 60, chuqurligi 30, uzunligi 260 bo'ladi. Narxi 290 ming so'm. Mana to'pagi cheklanmagan miqdorda bor. Mana savgasiga chiqadi. Ish jarayonidan hozir eni 70, chuqurligi 40, uzunligi 230, narxi 320 mingdan chiqadi bundan. 320 ming. Narxlar o'zgarib turadi. Ish jarayoni. Abi 230'lık şu etkenimizde 3. Onu biz narxida adashdik. Buni 310 ming so'm beryapti. 290 qo'ydik. Ko'p olganga optimal ediganlarga kelishtiryapmiz. 290 mingdan qilib beramiz. Buni shu 230 ga 280 ming. Bu qo'y oxirimiz 230lik. Yuqori 1.8. Ha, 1.80. Mana 230'lik mol oxirimiz bor. Eni 60, chuqurligi 32, uzunligi 230, optimal olganga 280 ming, dona olganga 300 mingdan beramiz. Mana bu 260. 70 ming so'mga beryapmiz optimlar. Chetlari qo'yilgan. Mol oxirlarimiz shu zakazga chiqadigan katta mol oxirlarimiz. Firmalar ham bor. Akalar bemalol murojaat qilasizlar. Shunga qanaqa oxirlarga murojaat qilasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati. Bu aytdim, mana Dehqonoboddagi bo'lyapti. Cheklanmagan miqdorda har qanaqa turdagi o'g'irlarni olib sotadigan akalarga yetkazib beramiz. Hamma turdan bor. Bizlarning kvadrat 90 mingdan 100 mingga berilgan. Mana shu bizning ishxona bo'ladi.
kimga qanaqasi kerak bo'lsa bemalol